davamlıq tirişib, əndin bunun da mı yaxşı nəticələr? Buldu. Sizcə? Sizlarniki açsanlar grupsi shunaqo açsanlar grupsi demak albatta bir yaxshi nomerlarni o'rinlagan edinglar lekin afsus sizlarga keyingi fursatlar berilmay qoldi hech qisi yo'q shunaqo sizlar yana kichik sizlar tek davomli tirishsanglar bundan keyingi cho'ng sahnalarda sizlar yana utuq qozona olasizlar natija qozona olasizlar muvaffaqiyatning egisi bo'la olasizlar shunaqo sana bundaq sizni so'rab qolsam sizlar yuqorqi mahoratni nadan ketkizib qo'ydik deb o'ylaysizlar birlik kelamay qoldik undan yana qiyinlik darajasi yuqoriroq bo'lgan harakatlarda biz charchab qoldik. Buldu. Balkim mana shunday sabablar tufaylidan sizlar mahoratinglarni yana degandek yaxshi o'rinlay olmay qolgan bo'lishinglar mumkin shundaqo. Buldu, texmi tirishinglar, texmi mana shu ustozlarimiz deb o'tgan mana shu so'zlardan tajriba saboqlarni yakunlab, keyingi qitim texmi cho'ng sahnalarda muvaffaqiyatning egisi bo'lishinglarni chin ko'nglimdan umid qilma. Buldu, marhamat. Birinchi darajalik mukofotni ishonchlik, sifatlik un mahsulotlari, may mahsulotlari, yemaklik mahsulotini ishlash bazasi bo'lgan Qashqar bahori oshliq may chaklik shirkati 200 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mahirni 8 yildan buyon Uyg'ur tibobat dorigarligi bilan shug'ullanayotgan Tibbiy Javhar Uyg'ur tibobati dorigarlik 150 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi bo'lgan mahirlarni Xinjiang Sabiylar kasbiy taraqqiyot chaklik shirkati Zinon Oliy So'qim parashogi, Qachuyi suyuqligi 100 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. 4-darajaga erishgan mahirni diyorimiz dehqonlari qo'llab kelayotgan ko'p iqtidorli don ayirish mashinasini ishlab chiqargan Lot Nahiya Atmiras yezigilik mashinalar shirkati 50 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Assalomu alaykum ko'rarman tomoshabinlar, mening ismim Olim. Ikkinchi bosqichga yetib keldim. Nəhayət xoş oldum. Mening elib kelgan mahoratim alayda mahorat. Aziz tomoshabinlarning yoqtirib ko'rishini umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadavolingiz. Yaxshimi? Salomatligingizmi? Xo'sh, qarindoshlar. Unda bo'lsa televizor ekran oldik qarindoshlarimizga o'zinglarni bir tanishtirib o'tibmi? Assalomu alaykum ekrandagi baliq ustozlar. Assalomu alaykum ekrandagi baliq tomoshabinlar. O'zim Qashqar yashadым Olimjon bilan. Olimjon qo'y o'zlari. Assalomu alaykum ekrandagi rahmatjon ko'rman do'stlar. Men Xota viloyati Chimnashdan o'tman. Ismim Muhammad Tursun Matkirim. Muhammad Tursun Matkirim. Mana bu ishki qarindoshimiz oldingi birinchi bosqichimizda bo'lsa, bu yoq nayzibozlik o'yini ko'rsatgan, shundaqmi? Bu yoq bo'lsa chaydog'i dessak, xatarlik alaydi ma'raka. Shundaqmi? Xo'sh, biz bu ishki qarindishimizningki, shundaqla sizlarning Ipak yo'li talon sahnasi birgaligimiz ikkinchi bosqichga dag'dam qadam bosqinlarni qizg'in qutlayman. Bu qatim bizga qandaq alaydi deb keldik. Bu qatim alaydi mahorat ham shu har kishini topishda yalon yaqmangdigan. Tash esib mangdigan. Xatar. Bu qatim chekajini tig'ni tutib to'xtadigan, ya'ni qo'saqda odam so'raydigan bor. Mana bizimki talat egelerimiz az bir-birisidan qaram, bir-birisidan aytdi. Hayvat yurak tukulab ketib bardi. Biz sizlarga uftiqomat tilaymiz. Shunaqla televizor ekran oldiki qarindoshlar menga o'xshab balkim, mo'ballan deb hayron qolgan bo'lishi mumkin. Lekin sizlarga bexatarlik birinchi qarindoshlar. O'zinglarni asranglar, bar kuchinglar bilan bizimki baliq ustozlarimizni hayron qoldirib, 3-o'tkalga dag'dam qadam bilan o'tib ketishinglar uchun dilimda tilakdoshman. Uftiqomat sizlarga yer bo'lsin. Sizlarga uftiq tilayman. Chin qalbimdan tilayman. Sizlarga uftiqomat yer bo'lsin. 3-bosqichga g'albilik o'tib ketishinglarga tilakdoshman. Ura! Marksilikka qo'laylik ulgurlar, mahirlarga omad tilaydi.
Assalomu alaykum, hurmatli baliq to'rt ustozlar. Assalomu alaykum, ekran oldidagi baliq tomoshabinlar. Qashqar Yangishardan Olimjonning o'tli salom. Va oliy ehtirom.
Mana bu mayırımız hazır. Tahtay üstüde. Yetip qo'shiqqa taşlı koyup çekiş maharet göstermekçi. Biz bu mayırımızga tutuq ve ametlerini tilaymiz. Lekin ekran aldaki kichik dostlarning bunday hareketlerini herkes qaramliqda doğrashqa bo'lmaydi. Shundaqla ularga yo'l qo'ymaymiz. Shunga bu hareketlerini Bir oltasını bir soru varsam arzuyum şöyle. Harun'un hayırını tektirip mi? Ya şu kaçın yine kuzak çaplap. Aynen ben. Bir şeyden çıkıp bir söylemeyin. Ne çaplayımız? Harun tanıyamam ben. Ne çıkandı mı? Ha. Sen turamı ufkam. Katkıma sözüm. Arzuyum şu bir çıksa söyle vallahi. Makul. Örtüramdım oturamdım. Ha? Örtüramdım oturamdım. Oldurmazdım ben, örtüsüm ben. İhtiyar öldürdü. Oy. Yeni bazağım ağandek oturaydı sen tas kaldı mı örvetkile? Öçe daha koyu koy gitti ben de. Yani bir işkili imam bir çıkıp bazı vakti mi? Sen halap bir işkiyle ne? Ha? Müşahede tuzdan buldu ki. Aleykümselam. Sen mi çıkamısın? Çıkar. Ben tutursam çatak çıktı ki. Kendi bir son turunla. Hoş, mana bu mayırımız hazır. Qo'shiqida bu qaçını sho'rab turib, bu eg'irlikdagi Arunni so'rmoqchi. Biz bu mayırimizdagi bu maharetini to'liq namoyon qilishiga chin dilimizdan tilakdoshmiz. Yaşaman diş koygan bolsam Xudoyimga omonat etsin.
Hürmetli bahalovchi ustozlar, naq maydonlik tomoshabin do'stlar, shunaqla televizor ekran oldidagi qadrli ko'rurman do'stlar. Yuqorida bizning mahirlarimizdan Mehmet Tursun bilan Olimjon o'zlarining mahoratlarini ayrim holda tamomlab tugatdi. Qani bahalovchilarning baho so'zini anglaylik. Olimjon kelsak, Olimjon qoniga, ya'ni ma terisiga juvalduruzni sanjib turib, qanchalik ig'irlikda bu qish? Aj ekegedin cıngı sağsa, kenzo neçkilo desem şiyogunca, şiligunca dedi. 15-16 kilo depti de tahminarlı koydu ki. Onundan keyin yanı imaret oldu. Ma Aşağı tepede mağda okşunda mı? Anın erinin üstüde mağdım, ayağını tepsi yattım. Erinin tepede yatkan iş köpekçi kop gitti, onu unutup kaldı çok. Onu değiştiğimiz öğreti yok. Onu o sık o sırf için hiç kaç işme emez manda çetka vaxtıda. Aç maharet bek çıkın kop gitti o. Ma inama gelsem Metkerem he? Metkerem. Başta bir yanı bir çağıqның kimi bir yanlıq boptu ken bu mu? Ondan keyin ma bizim söyleydiğanga çıkıp bu sel mağlubiyet kuchurab ketib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan keyinida ma qo'saq chaplab tozadigan vaqtida vaqt sel uzun bo'lib ketib qoldi. Ondan keyin sel mağlubiyet kuchurab ketib qoldik. Bunun sebebi belki miyadimi suvmi balkin. Endi suvga munosabatlik telib ketamiki desam, atrofga o'tgan to'q asosan tovoq gapanglamay qoldi. Qo'saq chaplashmay qoldi. Ya ma sel vaqt kechib qolg'achqa qo'saq ichib qilib, qo'saqning ichida bir narsa yo'q, tutmatamdi u. Shunga hisob qilib, boyatin 3 qizil chiroq yerib ketib qolibdi. Amaliyotda sizniki fikam ko'rsatgan nomermi? Bizniki burungi talant sanasizniki birinchi qarorda chiqib bo'lgan nomerdi. Yani şunda basımı bir genemde başkaça yani tomoshabinlarimizga mana shunda yardı nomerlar. Biri ben mavu Mehmet Tursun'ninki juriti g'ayrati baştaki nomerinin. Erdiga ondan keyin sizniki bu ay nomerlarga ishkalanlarga men bir taldan her ishkalanlarga birdan bilet tashildim. Rahmat. Muborak bo'lsin. Ismas? Mehmet Tursun. Aşo yeni birisiga qo'sog'isida urug'liq uchun go'sht yo'q uchun china tutamay qoldi. Asli qaydada chinni birozroq yultayotgan bo'lsangiz, cho'risini yultib turib, nimqon bo'lsangiz cho'qimla tutalaydi. Shunda bir qator emas, nech qatorda tutmay Amda ayanim bana qıpaq toqan. Şabiyan bana odamdı. Şunun için küçürsüz çırak inaç kızılıp etip toptusun. Siz gelgende Alimjon sizden 5 oynağınız jın tıkıp şuğa eğirlik götürüş. Bu amda nimqsaq buldu bu numarasıma qale Mağmı yardı. Ben sizga bir bilet berey. Rahmat. Muborak bo'lsin Olimjon. Atdiyenden beri nurg'ulg'an nomerlarni ko'rib o'tdik. Olimjon o'tgan qatimmi o'zining jangovarligi bilan, bir xil jushqunligi bilan qildi bu qatim ditini ishlatib bizni harga aylantirib kelibdi. Bu bir yangilik bo'libdi. Ash jabduqlar shundaq ajr qilibdi. Şunun uçuşluq, numarını mükemmelçilikte. Özünün ustuğunağa maskayagidek qilib o'rlab ketdi. Mehmet Tursun Metkeremge desek, siz shundaq jangovarlik bilan kelgandingiz. Birinchi numarangiz haqiqatan bizni qayil qilgan, lekin ikkinchi numaraga kelganda odatda 3 qatim fursat berishga bizmi berdik. Sizga bu 3 qatim fursat bersak, uningdan ortiq necha qatim nuqsonlar ko'rilib ketdi. Şun bizga mi iloji yo'q? Naq maydon şun sizga nomer beramidik. Habdi Olimjon Emin. Bo'ldi, men sizga bir nomer berdim. Rahmat. Olimjon muborak bo'lsin. Mehmet Tursun Metkerem inimiz sizden çoğun hatalıkını hem de yüzünüz itiraf kıldınız dem de açtak bo'lib qoldi. Qatalık bo'lib qolganligi uchun endi bu ko'rilmasi tegishlik bir nima. Birinchidan o'zingiz saljidachilik bo'lib qoldi endi buningda da. Shunga sizga bilet berolmay qoldik.
Bir qoidada 3 emas 4-5 qatimda siz azroq chaplandi, biz sanab o'tardim. Chaplangandan keyin azroq mangdingiz yana ijrab ketib qoldi. Biz yana fursat berildi deb 2 qatimdan ba'di fursatni shunga kechirsiz sizga biletni beramidik. Endi Olimjon inimiz siz bir yangilik qilib kelibsiz. Anandan keyin bir o'zingizning bizning yigitlarimizning bir jasurligini shunchalik bir qovul qo'rqmas irodalik ekanligini, lekin bu harakatlarni yana desak unchalik tavakkul qilgan harakatlar emas. Bu sizning bu teringiz favqulodda ekanda buni ko'tirish nimasi. Ya bunun bir nimasi var, bunu hamda siz o'zingiz bilsiz. Mana 16 kilo, 17 kiloni ko'tirib ham shardan mang'atsizda bunun o'zi ayron qilarlik. Shunlashqa men sizga bir tal bilet berdim. Bo'ldi, mana ko'rib turibdimizki, eng oxirgi yakunimizda bizning mahirimiz Olimjon to'liq 4 bilet bilan bizning 3-bosqichimizga muvaffaqiyatli holda qadam qo'ydi. Olimjon, sizni tabriklaymiz. Ustozlarimiz deb o'tgandekidek, ortiqchiliklarimizni texnik yaxshi joriy qildirib, kamchiliklarimizni tuzib, tajriba saboqlarni yakunlab, 3-bosqichda texnik yaxshi nomerlarni olib kelishingizga tilakdoshlik bildiramiz. Mattursun Matkeram, bir biletga erishib qoldingiz. Hamda bugun natija mana shunday bo'lib qoldi. Afsuslanmaysiz shundaqmi? Mana bugungi shu sahnada o'zingizning mahoratingizni bizning televizor ekrani oldidagi tomoshabinlarimizga, naq maydondagi tomoshabinlarga, shunaqla baholovchilarga sunalganingizning o'zi mana bu sizning muvaffaqiyatingiz deb qarayman. Shuning uchun sizning qaytib borgandan keyin ustozlarimizning fikrlarini, baholarini yaxshi o'zingizga qabul qilib, tajriba saboqlarni yakunlab, o'zingizning talantingizni texnik yaxshi joriy qildirishga tirishchilik ko'rsatishingizni umid qilmay. Bo'lamdi? G'ayrat qiling. Bizning mahirimiz Olimjonning ikki kalima yurak so'zi bor ekan. Tinchab boqaylik. Menim shu beqib cho'ng qilgan ota-onamga rahmat. Yana shundaqlarmi shu yezning sekretariga rahmat. Yana shundaqlarmi shu Yakin Naysning Serikimekniki Mehmetjon ustozimga rahmat. Rahmat. Şirimizki televizor ekran oldidagi barliq qarindoshlarimiz sizlarning yurak so'zinglarni anglab, sizlardan intayin hayajonlandi, faxrlandi deb o'ylayman. Sizning yurak so'zingiz bormi? Qani anglab boqaylar. Mehmon onam bilan endi hunarni o'rgatgan ustozimga rahmat. Hamda hunarni layoqlik qilmagan bo'lsam-mu, ana ishkalda bejirim qilgan ham bugunimizning bo'ldi. O'zimni sal beishki kamchilik qilib qoldi. Bugun talayga maqaga o'xshaydi. Talay kelajak turishmi? Yani o'xshash bu yengilmay bu yengilishingizga bo'lib turgan. Davomli turishmi? Bo'ldi. Rahmat. Rahmat ustozlar, sizlarga ko'p tashakkurlar. Rahmat. Qani mahirlarimiz marhamat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Yuqorida sizlar ishkanglar alayda mahoratni o'rinlab, siz 4 biletga erishib, keyingi bosqichga o'tib ketdingiz. Men cho'g'an siz hozir nihoyat xushol deyman. Men xushal. Bu musobaqa degan do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi. Bu san deganniki yenglish, yengish bo'ldi. Yana men yengisammi, yana men mag'rur ketmay, texmi oldig'man turishimni umid qilaman. Bo'ldi. Siz yuqorqi mahoratingiz orqali bir biletga erishib keyingi bosqichga o'tish fursati sizga berilmay qoldi. Afsuslanmang. Siz sahnamizda nihoyat yaxshi joriy qildirdingiz. Shunaqo, shu sahnada mana shu mahoratni namoyon qilishning o'zi menimcha bo'lganda bir g'alaba. Sizning hozirgi hissiyotingizni anglab baqsaq bo'lamdi. Buni men afsuslanib ketmayman. Hamda sal savallik mo'ljaldan o'tdi. Hamda yaxshi puxta tayyor qilolmay, tayyorsiz chiqib, ba'zi bir oyada 5 ta qamash vaqtida telib ketdim. Hamda o'tgan vaqtda men masal charchab qolganman. Lekin men yo'l bilan aslida qolmayman, yana biz ishimiz burun tatib, 10 yillik tunish aloqini. Yengilib ketdi, xo'shalanish bu raqobatdan bo'lib turgan. Lekin men yana to'xtab qolmayman, tirishib, yana o'tkazgan bosqichga yana qadam bosib kelaman. Bo'ldi, undaq bo'lsa. Muborak bo'lsin. Mana do'stxonlarga ko'z tegmasin. Mana shunday har qanday odamni mana shunga o'xshash to'g'ri pozitsiya bo'lganda keyingi muvaffaqiyatni egs bo'la oladi deb qarayman. Bo'ldi yigitlar, undaq bo'lsa, siz bilan kelarki bosqichga ko'rishgacha omon bo'ling. Sizga utuq omadlar yor bo'lsin. Bundan keyingi ishlaringiz utuqlik bo'lsin. Marhamat.
Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, televizor ekrani oldidagi qarindoshlar. Ipak yo'li talon sahnasi programmamizning bugungi soni mush yerda oxirlashdi. Oxirda hammalarning teniga salomatlik, ishlaringizga utuq tilaymiz. Kelarki san programmamiz ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.